Assalomu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarni takrorlab o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 14 may Yaponiyada ochiladigan Dunyo Uyg'ur qurultayining 4-navbatlik qurultayi va 6-navbatlik Uyg'ur rahbarlarini tarbiyalash kursining tayyorlik xizmatlari asosan bitgan. Yaponiya Uyg'ur jamiyati raisi Ilhom Mahmudning bildirishicha, har qaysi davlatlardagi Uyg'ur vakillaridan 125 kishi qurultayga qatnashish uchun viza iltimos qilgan. Undan boshqa Turkiya, Italiya qatorliq davlatlarning parlament a'zolari va Uyg'ur masalasiga qiziqadigan tadqiqotchilarni o'z ichiga olgan 13 kishi taklifnoma avatilgan. Ma'lum bo'lishicha, Dunyo Uyg'ur qurultayining bosh kotibi Dolqin Aysa yig'inning tayyorlik xizmatlarini tamomlash uchun 9 may Tokioga yetib borgan. Dolqin Aysa yig'in tafsilotining internet va xalqaro axborot vositalari orqali tarqatilganligini bildirdi. Yig'in 14 maydan 17 maygacha Tokioda ochiladi. 5-iyul vaqasi va uningdan keyingi tutqun qilishda qo'lga ilinib, izdiraksiz yo'qolgan 36 kishining kimligi haqida yip uchiga erishildi va bulardan 15 nafarining kimligi to'liq oydinlashdi. Kimliklari oydinlashgan 15 kishining 13 nafari Uyg'ur, 2 nafari qozoq bo'lib, bular 17 yosh bilan 45 yosh orasida. Bulardan bir nafari 5-iyul g'oyib bo'lgan. Qolganlari keyingi bir oy ichida tutib ketilgandan keyin g'oyib bo'lgan. 2009-yili 5-iyuldan beri izdirki bo'lmagan Uyg'urlardan Turg'un Obulqasim, Abaxun Sopur va Imom Mehmet Eli qatorliqlar haqida radiomizda ma'lumot berildi. Tafsilotini tor betimizdan ko'rgaysizlar. Kanadadagi serik artisti Aygul Mehmet 6 may Kanada talant musobaqasining 2-chi qitimliq o'tkazildimu g'alabalik o'tib, hal qilg'ish musobaqaga qatnashish salohiyatiga erishdi. O 2-chi qitimliq tanlashda shamchiroq o'yinini nafis va yuqori mahorat bilan o'rindab, tomoshabin va bag'oluvchilarning qalbini yana bir qitim larzaga soldi. Ziyoratimizni qabul qilgan Aygul hal qilg'ish musobaqada Uyg'urlarning texmi tonilishi uchun xatarga tavakkul qilganligini va barliq Uyg'urlarning qo'llab-quvvatlashiga muhtoj ekanligini bildirdi. 2004-yilda Kanadaga kelib panohlik tilagan Uyg'ur serik artisti Aygul Mehmet 4-mart Kanadadagi eng chong talant sahnasida o'zining yuksak mahorati bilan Uyg'urlarni tanishtirgan. 9 may tushdan keyin Beijing Siyosiy qonun komiteti oldiga yig'ilgan 5 nafar Uyg'ur arzdor to'plashib qalaymaqonchilik chiqadi degan bahona bilan Beijing soqchilari tomonidan urib yaralandirilgan. Ziyoratimizni qabul qilgan arzdorlarning bildirishicha, ularni urg'uchilar Tiananmen maydoni atrofidagi chorlug'uchilar ekan. Shu kuni Anargul Yusuf, Amina, Turdi Savut, Turabjon, Reym Yusuf qatorliq 5 Uyg'ur o'xshamagan darajada yaralangan. 10 may kechgacha doktorxonaga borgan Anargul, Aminam qatorliq arzdorlar barobarlik va adolat talab qilish irodasidan yonmaydiganligini bildirdi. Yaqinda Uyg'ur kishilik huquq programmasining tadqiqotchisi Henry Shejevski Potpolning hozirgi zamon Uyg'ur kimligini shakllantirishda o'ynagan roli haqida bir doklad tayyorlagan. Potpol va hozirgi zamon Uyg'ur kimligi deb nom berilgan bu dokladda Uyg'ur milliy kimligining potpol orqali ifodalanishi va ular orasidagi bog'lanish haqida mulohaza yurgizilgan. Dokladni tayyorlash uchun elib berilgan rayisnashga qatnashgan 97% odam O'zbekiston Xitoy musobaqasida O'zbekistonni qo'llaydiganligini, lekin 97%dan ortiq odam Sharq Turkiston komandasi mayli kim bilan musobaqaga tushsin, Sharq Turkiston komandasining utishini xohlaydiganligini bildirgan. Xitoy komandasining utib olishini xohlagan kishilarning soni 3%ga yetmagan. Xitoy hukumati Uyg'ur elida kuchab yo'lga qo'ygan qo'sh tillik ma'arif siyosati Uyg'ur tilidagi nurg'un maktablarning taqilishi, ko'plagan milliy o'qituvchilarning xizmatsiz qilishi va maoshining birdinla tuvanlab ketishini keltirib chiqargan. Xotanning ma'lum yezisidagi bir Uyg'ur o'qituvchining bildirishicha, maktablar qo'shib etilgandan keyin dars o'tishdan to'xtagan Uyg'ur o'qituvchilarning soni xeyli ko'p bo'lib, ularga faqat unum maoshi tuzumi bo'yicha maoshning 70% berildi ekan. Ba'zi sabablardan o'qituvchilarning ko'pinchisi shunimi to'liq ololmaydi ekan. Bir qancha yillardan buyon davom qilayotgan bu ahvol o'qituvchilarning nomrodligini keltirib chiqargan. Aqtu noyisdagi bir yosh ayol o'qituvchimi maoshining tuvanligi, ammo xizmat besimining og'irligini bildirdi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdingiz. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.